Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi siz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Qayta tayyorlash kurslariga qabul boshlandi. Quyidagi fan yo'nalishlari bo'yicha qayta tayyorlash kurslarida tahsil olishingiz mumkin. Matematika, informatika, tarix, tarbiya, tabiiy fan, geografiya, kimyo, fizika, biologiya, psixologiya, logoped, davlat va huquq asoslari, musiqa, ingliz tili, nemis tili, fransuz tili, rus tili, o'zbek tili, boshlang'ich ta'lim, texnologiya, tasviriy san'at, maktabgacha ta'lim yo'nalishlari, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari, maktabgacha ta'lim tashkiloti logopedi, maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi. Ta'lim shakli masofaviy shaklda. Hujjatlarni qabul qilish vaqti har kuni soat 10:00 dan 17:00 gacha. Kurslarni muvaffaqiyatli yakunlaganlarga belgilangan tartibdagi diplom beriladi. Manzil Xorazm viloyati Xiva shahri Amir Temur ko'chasi 31/5-uy. Mo'ljal oldingi pedagogika kolleji binosi. Telefonlar 91 kodi bilan 420 80 20, 88 kodi bilan 457 99 00.